Hokimiyat yon tomonidan davlat xizmatlarining orqa tomonida 4-etajli 3 xonali kvartira topib arzon narxda nima deysizlar shunga? Xullas zo'r. Bu yerda gaz, suv, svet, kanalizatsiyada umuman muammo yo'q. Ichkarilarni bir qator ko'ramiz. Remontlari ham normal holatda. Qani ketdik. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, podyezdlari ham ancha keng. 3 ta qo'shni bo'lasizlar, xolos. 2 ta qo'shni, bittasizlar bo'lasizlar, maza qilib. Kirganimizda uzungina koridor. Xo'p, bu tomonimizda bitta spalni xona ekan. Bir qator ko'rsating. Tashqari tomon hokimiyatning binosiga qaragan. Bemalol hokimiyatdagi odamlar ko'rib o'tirsizlar ham bo'laveradi, xudo xolasa. Va bu tomonimizda yana detskiy xona ekan, ko'rsatib qo'ying. Remontlari ham normal holatda, xullas olgan odam mazza qilib yashayveradi. Xo'p, bu tomonimiz mehmonxona ham anchagina keng ekan, ko'rib turibsizlar. Remontlari normal, xolasalar o'zlariga moslab sheldirib turib, aboy qo'rsalar ham bor, gipsokartonlarda utilizat qilib qo'yilgan fonli, eshiklar ham ko'rib turibsizlar, krashinli eshik. Qimmatidan bu to'g'rimizda sanuzel ko'rsatib qo'ying, bir qator sanuzellarni ham. Xullas krediti ham arzon, olgan odam mazza qilib yashaydi, xullas zo'r. Bu tomonimizda oshxona alohida, bemalol xudo xolasa bu yerda xonlar qo'yib, ovqat yosh oilalar choy ichib o'tirsa bo'ladi. Tashqari tomonini ko'rsatib qo'ying. Bemalol 4-etajda mazza qilib yashaysizlar. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, kuxonli mebellar hamma yo'qlar bor, duv, kontor, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Xullas ushbu joyda narxini xullas $10,000 kredit qo'ygan, xolasalar yopib turib 1 yil o'tkazib olinglar, xolasalar kreditini 2,550,000 dan atrofida chiqadi, to'lab boraverasizlar. Ushbu joyda narxini 16,5 ming so'rayapti egalari, telefon qilaverasizlar. Ozgina sunnatiga o'tib berishadi. Sog' bo'linglar, like bosib, dom so'ragan akalarimizni jo'natib qo'yamiz.